Respublika raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan Farg'ona shahridagi yoqilg'i quyish shoxobchalarida nazorat xaridlari o'tkazildi. Tadbir davomida iste'molchilarga yetkazib berilayotgan yoqilg'i moylash materiallari sifati va xavfsizlik ko'rsatkichlari belgilangan texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarga muvofiqligi yuzasidan laboratoriya tahlilidan o'tkazish uchun nazorat xaridi amalga oshirildi. Shoxobchalar faoliyati tahlil qilindi. Laboratoriyada tekshirish uchun mahsulotlardan namunalar olindi. Mutasaddilarga iste'molga yaroqli bo'lgan yoqilg'i moylash materiallarini sotish bo'yicha tavsiyalar berildi. Nazorat xarid tadbirlari qo'mita tomonidan belgilangan ish reja asosida har oyda 2 marta amalga oshiriladi. Faqatgina avtomobillarning yoqilg'isi emas, benzin, propanlar emas, balki boshqa turdagi mahsulotlarda ham nazorat xarid tadbirlari amalga oshiriladi. Iste'molchilar qanday mahsulotlardan foydalansa, shu mahsulotlar bizning ish rejamiz asosida yil davomida har oyda 2 marotadan amalga oshiriladi. Tadbirda bizning texnik jihatdan tartibga solish sohasi nazorat inspeksiyasining asosiy vazifalari shu avtomobillarga yoqilg'i quyish va gaz to'ldirib turish shoxobchalarida iste'molchilarga taqdim qilayotgan mahsulotlar sifati, xavfsizligi va o'lchov vositalar to'g'ri ishlayotganligini nazorat qilish. Biz bu olingan mahsulotlar laboratoriya tekshiruvlariga yuboramiz. Agar mabodo kamchilik aniqlanadigan bo'lsa, korxona rahbari va mas'ul shaxslarga tushuntirishlarni olib boramiz. Monitoring davomida har kuni shoxobchada yoqilg'i moylash materiallarini xarid qilayotgan mijozlar bilan ham suhbatlashildi. Anchadan beri ushbu yoqilg'i quyish shoxobchasidan mashinamda yoqilg'i quyib foydalanib turaman. Sifati yaxshi, haqiqatan miqdori, yurishlari ham yaxshi. O'shaning uchun shu yerdan foydalanamiz. Bemalol ishonchli desa bo'laveradi. O'tkazilayotgan bu kabi tadbirlarning maqsadi bitta: tizimda shaffoflikni ta'minlash, aholiga belgilangan me'yorlar asosida neft mahsulotlarini yetkazib berilishini ta'minlashdan iborat.